Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Mana bugun ham biroz jo'jalarimizni tomoshaga qo'yyapmiz. Xudo xolasa ko'payapti, izi yana chiqyapti. Ko'p savollar bo'lgan ekan, sotiladimi aka deb. Xudo xolasa sotilsa videolarni chiqaramiz aziz do'stlar. Kutinglar. Hozircha bularni boqib katta qilyapmiz. Kichkina jo'jalari ham bor. Ularni ham videolarda ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi chiqyapti. Xudo xolasa bularni endi informatsiya berib o'taman. Bronza 708 ni targ'ib qilayotganimiz sababi mana Telegram gruppamiz bor, Shuhrat fermer deb yozsanglar chiqadi. Bronza 708 ni informatsiya beradigan bo'lsak, bular o'zi Angliyada, Amerikadan keltirilgan yovvoyi kurkalarni chatishtirib, Fransiyaga buni ko'paytirib katta fabrikalarga dunyo miqyosida eksport go'sht yo'nalishi uchun eksport variant qilib sotuvga chiqaradi tuxumlarini. Buni mana O'zbekistonga ham kirib keldi. Xudo xolasa bular yaxshi taraflari tuxumni birizi 20 tagacha tug'adi. Bronza 708 lar 1 yil davomida. Shundan 90%, 80% jo'ja ochib chiqadi. Shunaqa informatsiyalarni berib o'tamiz. Mana bularimiz tovuq jo'jalar, e'tibor tomoshaga bo'lyapmiz. O'zimiz uchun ko'paytiryapmiz. Qora shahzodalar birinchi partiyasi dakan jo'jalari bor ichiga. Shu bronza haqida ko'p so'ragan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga aytib o'tamiz. Ko'paytiringlar. Mana o'zim eksperiment qildim. Sotib oldim o'tgan yil 15 ta, 10 tasini sotdim. 5 tasidan bittasini so'yildi, 4 tasi qolgan. Hozir hammasi tuxumga kirib, o'zi ancha tuxum berib, mana birinchi jo'jalari, ikkinchi jo'jalari, xudo xolasa 3-partiya jo'jalari ham chiqadi. Ularning videolarini tashlayman, xudo xolasa tomosha qilasizlar, baho berasizlar. Eksperiment qilyapmiz. Yana yangiliklar bo'lsa, yana bu videolarda aytib o'taman hammasini. Obuna bo'ling. Bronzalarning yana bitta ma'lumot, buni uy sharoitida o'zimizni mana qora tashkilotlarga o'zidan ko'paytirsa bo'ladi. Bu bizning katta yutug'imiz. Big oltidan ko'paytirish qiyin. Buni juda ko'paytirish oson. Mana sizga rezultat. Buni o'zim mana ko'paytirib, shularni mana zotidan olyapmiz. Mana shularni zoti mana shu olib chiqildi. Katta oqi ham chiqqan bulardan. O'sha o'z geni